Bog'ishamolda Nalogani oldidan 2 xonali olmush 3 kvadratli kvartiramiz 4-qavatdan sotuvga chiqdi. Domimizning lifti bor. Bu yer bizlarda prixoja bo'lyapti. Asosiy kirib kelishimiz eshigi chetlarga yevromontaj qilingan va bu tomonda bizlarda prixoja mebel o'rnatilgan do'stlar. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Kvartiramizda kadastr bor. Bir kunda ishlab pul olishingiz mumkin. Bu yer bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasi ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Va mana bu yerda bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan. Devorlar atachenta gilam to'shalgan, parda qilingan. Va mana bu yerda bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan, kattagina o'tirib nonushta qilish uchun ham joy yetarli. Bu yerda esa bizlarda birinchi sanuzel bo'lyapti. Kvartiramizda dvухkonturli kotел o'rnatilgan, полностью теплопол qilingan. Va mana bu yerda bizlarda ikkinchi sanuzel. Kvartiramiz Novostroykada joylashgan, g'ishtli domda bo'lyapti. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot narxi bilan pastda opisanda bo'ladi, videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.